Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Akfa antrazit alyumin profiliga eshik-rom tayinladik. Balkon profilidan markazlarni ko'rsataman. Balkon bilan kosalari ham balkon bo'lgan. Bagatidan o'rtalari, qanotlari hamma joy balkon profildan ishlatilgan. Просто pasti kichkinasidan ishlatilgan, ostonaga kirgan. Qolgan hamma joy balkon profil bo'lgan. Bu tomonda yana verandalari bor. Seriyaga oq oyna bo'lgan. Balkon profildan bo'lgan. Xudo xolasa juda chiroyli chiqdi. Ruchkalari ham baquvvat ruchkadan, qimmat ruchkadan. O'rtada bitta ustuni bor. Ustunni arka fon bilan uradik. Mashina mumkin. Kvadratlari o'rtacha kvadratlari endi veranda bo'ladigan bo'lsa, 2 qavat oynasi 680 ming, 650 mingdan tushyapti. Bir qavat bo'ladigan bo'lsa 550 ming, 580 ming. Endi ob'yomni hisoblayapmiz o'zi aslida. Joyiga qarab ko'pchilik telefon qilyapti, 580 mingdan qilyapti ekan kvadratini. Balki 500 ming, 550 mingdan tushib qolar kvadratiga emas, ob'yomiga. Materialni hisoblab aytyapmiz. Ligirovkalarni ko'rsatib o'taman. Ligirovkalar ham chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Aytib o'tilgandek baquvvat ruchkalardan. Choy qismlari ham xudo xolasa chiroyli. Balkon profil qanot. O'rtasi ham balkon profildan. Ligirovkalar chiroyli chiqqan. O'rtada bitta romotilar splashni balkon. Ichkaridan ko'rsatmadim. Ichkari ham go'zal, xudo xolasa chaklari. Bemalol murojaat qila olasizlar dastlabki ustunimga oddiy bo'ylab.